Latifaga munosabatingiz qalay? Bitta ham qisqara latifani bilasizmi yo'qmi? Qisqaroq latifa, bitta odam konservatoriyaga ekzamen topshirishga kiribdi-da, hamma darslarni nima deydi, hali sotib olibdi-da. Bitta solfejo degan dars bor, haligi orqangizga o'girib turasiz, pianinoda haligi notalarni chalishadi, aytib berasiz, nechta tovush, nima qiladi. Orqasini o'girib turganda tushuntirishni xossiz, nariyoqqa qarab turasiz. Biz pianinoda bitta kuy chalamiz, aytib berasiz. Shunda qalib turganda bitta chalsa, undan qarab san bosding deyotganmish. Yaxshi, mana. Hurmatli tomoshabinlar, Abdulaziz Karimov ham, Latifa ham aytar ekanlar, mana ko'rdinglar, kular ekanlar ham. Shuning uchun unaqa jiddiy fikrlarga bormanglar. Endi shu bugungi sharoitdan foydalanib, mana bizni ko'rayotgan tomoshabinlarga yangi yil tilaklaringiz. Haligi Poli chudesda можно привет передать deydi. Salom aytib. Bemalol salom aytsangiz bo'ladi. Xohlagan insonga salomingizni aytib oling hozir. Hozir men salom aytmoqchiman. Avvalambor o'zimning ota-onamga, qarindosh urug'larga, barcha san'at ahliga, O'zbekistonimizni fuqarolariga, barcha opajonlarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimizga hammanglar sog' bo'linglar, yangi yilda ulkan zafarlarga erishinglar. Hech qachon sizlarni Alloh barakanglardan uzmasin, uyinglar tinch bo'lsin, sog' salomat bo'linglar.